Mandan точно bu rubrikani kutgan. Mandan точно bu Mandan точно bunaqa video kutgansizlar. Bugun sizlar bilan tug'ilgan kunimga kelgan sovg'alarni unpacking qilamiz. Birinchi bo'lib mashlarni ochamiz. Kim nima desa ham men uchun har doim Oldmani stil Hermes sumkalar bilan assotsiatsiya qiladi. The next one. Buni коробочкасini bogat ochishni qaranglar. Keyingisi Zara. Прям ham elegantный, ham Oldmani stil. Вообще asal-da. Keyingisi ham Louis Vuittondan. Salchani qaranglar. Oxirgisi такой был modasi bo'lgan Zara'ni bunaqa baletkalari. Keyingisi yana sumka. Tadam! Qaranglar, bu model ham prям Comfort Plus. Tadam! Kashlogini уже tutyapman. Sumkam haqli. O'zi nima sumkam telefondan pastda. Keyingisi Mamba уже другое дело. Qaranglar. Серьезный opashkalarning sumkasida. Sevinchdan topamizlar, chunki qo'limga taqib olganman. Mana bunaqa chiroyli kumush braslet. Men muginechamdan mana bunaqa qo'lga taqadigan kumush troz. Asalligini qaranglar. Bu sarvonozdan menga sovg'a. Oysha Roziyallohu anhu haqida kitob. Rozi rangdagi tasbeh. Bizani 2024-yildagi rasmimiz sarvanoz bilan ismim yozilgan joynamoz rozi rangda. Keyingisi Umidjonimni o'rtoqlaridan menga bunaqa sovg'a. Dilafruzda mana shunaqa stavatda rozi rangdagi igrушечкалар. Menimcha sizlar hali bu narsani ko'rishga tayyor emassizlar, chunki men o'zim ko'rib oldim, ochilib qoldi. Oh my god, my eyes. Yaltirashini qaranglar. Organizer bu Yulduz opamdan. Jiyanim bahordan shirinliklar bordi, lekin kecha o'zligi bilan hammasini yeb oldik. Sizlar bunaqa chiroyli narsani ko'rishga tayyor emassizlar. Spetsialno men uchun, men tug'ilgan kunim uchun tikilgan ko'ylak, lekin kechki uspet qilmadim, chunki tug'ilgan kunim umuman o'zim rejalashtirmagan tarzda bo'lib o'tdi. Mana asalliga qaranglar, o'sha shirin. Mana bu rozvoy gullar, bu Umidjonimdan. Mana shuncha zo'r sovg'alar bo'ldi. Yaqinlarim bilan o'tkazgan eng zo'r tug'ilgan kunimdan bittasi bo'ldi. Xudo xolasa, keyingi yil tug'ilgan kunim bundan ham barakali va kattaroq bo'lishiga umid qilaman va niyat qilaman. Sizlarni ko'rganingiz uchun rahmat. Xayr.